Xayrli kun hammaga. Bizga ko'p klientlardan keladigan savolga men tushuntirib beray deb atgandim bugun sizlarga. Bu kollagenimiz живой kollagen, tabiiy, halol kollagen bo'lib, shu qoramolli suvelaridan, paylaridan, iliy suvelari, keyin chashkasidan tayyorlanadi. Buni ustida o'z bizning texnologlarimiz ishlashgan. Haligacha ishlashadi buni ustida. Keyin buni shu kerakli anaqalari, kollagenlari o'zi pishirib gradusda olinadi. Buni mazasi приятный, yoqimli bo'lish uchun, yeyish oson bo'lish uchun bunga tabiiy yana свежий mevani sharbatlari qo'shiladi. Apelsinligi bor, keyin malinaligi bor, smorodinaligi, olchaligi bor, har xil ta'mli kollagenlarimiz bor. Keyin tabiiy yana asal qo'shiladi. Hammasi buni ichida tabiiy. Bemalol buni yoshlar ham, yosh kattalar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Bu keyin mahsulotimiz живой tirik kollagen bo'lgan hisobiga organizmda so'rilishib почти 96% da. Bu kollagenimiz nimaga ishlab beradi? Bu kollagenimiz основной suvi bo'g'im kasalliklarida, suvi bo'g'imga rassezor ishlab beradi. Почти 100% klientlarimiz уже suvi bo'g'imdan уже 3-4 kunda уже effektini olishyapti. Oyog'i, beli og'riydiganlarda, уже zinalardan chiqadigan, qiynaladigan nima deydi klientlarimiz ham уже 4 kun, 5 kunda effektini sezdim deyishyapti. Keyin chochga, tirnoqlarga, keyin ko'p klientlardan men otsivlar eshitganim, ishtahani nazorat qilishi, keyin shirinligiga bo'lgan organizmni, shu och shirinligiga bo'lganni ham, ishtaha shirinligiga bo'lgan anaqani ham pasaytirib berishini ko'p klientlardan eshitdim. Metabolizmni tezlashtirib beradi. Bemalol buni yoshlar ham, yosh kattalar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Buni sportsmenlarimiz ham olib iste'mol qilishyapti. Energiya, kuch-quvvat, to'qlik hissini beradi. Yosh kattalarga ham olib bersanglar mazza qilib, duo qilib iste'mol qilishadi. Meni buni kursi shu bo'g'imda problemasi borligi iloji boricha kuniga 2 mahal ertalab kechqurun 2 osh qoshiqdan iste'mol qilinadi. 1 stakan iliq suv bilan. Nimaga iliq suv? Organizmda so'rilishi yaxshi bo'lish uchun. Kurs lechenasi shu 3 oy, 4 oy endi o'zingizga qarabdi. Profilaktika uchun har kuni 1 osh qoshiqdan ertalab iste'mol qilsanglar bo'ladi. Shu lecheniya uchun, suvi bo'g'imlarda problemasi borligi uchun 2 mahal iste'mol qilishinglarni tavsiya qilamiz. Bu kollagenlarimiz домашний, tabiiy, живой bo'lgani bilan bu kollagenlar ustida texnologlarimiz ishlashadi. Har bitta quyilayotgan bankani nazoratdan o'tkazib, ichini tekshirib, har tomonlama keyin bu kollagenlarimiz sotuvga chiqadi. Keyin уже sizlar qo'lingizga yetib bordim, bu kollagenlar свежий bo'ladi. Nima deydi? 2 kun 3 kun oldin уже bankaga qo'yilgan bo'ladi. Bu sroki ham, holati ham. Keyin buni saqlash sharoiti xolodilnikda saqlanadi. Ochilgandan keyin ham xolodilnikda saqlanadi. Buni уже bitta bankasini 1 oyda bemalol iste'mol qilib tugatib bo'lasizlar. Ish qilib nima desa bo'ladi? Effekti, o'zi, sifati tomonlama ideal, tabiiy, eng muhimi halol kollagenlarimiz.